To'xta. 1 2 3. 1 2 3 ketdi. Qo'valladi endi. Proyektimizning bugun 4-qismi. Sizlarga yoqyapti degan umiddamiz. Biza oddiy qora suvli bolalar. Qora suvli bolalar. Tez. Qora suvli bolalar. Tez. To'pni klep. Shuhrat, mana bugun 4-qismini ham boshlab oldik. Xo'p, partiya kimni turg'izamiz? Partiyaga o'zim turaman. Sal aylanib chiqaveraylik, men ham turay. Esli partiya turadiganman. Faqat bitta salni to'g'ri xabarim bor. Ha, hechmi? Bilet yo'q. Olib ketib. Kalla gashimiz, ha? O'shanga narsalar o'ylab keldim, yo'lma-yo'l o'sha bilet olib bilganimdan keyin. Birinchisi tutach qilamiz. Tutach ko'pchilik biladi. Yana tushuntirish uchun chetdan ko'taramiz. Bittasi to'xtatadi, ikkinchisi tepadi. To есть bitta kassani to'xtatadi, ikkinchi kassani tepadi bitta. Ikkita kassani bo'ladi. Ikkita kassanida. Birinchi kassani to'xtatish, ikkinchi kassani tepish. Ikkinchisiga ugldan ko'tarib, o'rtaga ko'taradi, ikkinchisiga urish kerak. Искусственный угол-da, как бы. Tushunsa men tanlasam. Da, давай. Anchadan beri shuni o'ylayotgandim. Hop, havoda gol uramiz, bez varata. Ha, mansiz. Sansiz. Faqat endi qattiq urmoqchilar. Sentrdan uramiz. Da, sentrdan variant. Sentrdan havoda gol. Ha, varataga havodan gol. Varata bo'sh. Varata bo'sh. Normalmi? Hal bo'lmaydi. Yo'q, men. Yetadi va ikkita. Boshladik bo'lmasa. Tagda Sam bilan Hoji tanlalaring. Kapitan Sam bilan Hojidek bu. Tanlaysanlar. Bo'ldi. Hoji Akbar. Bo'lib. O'rta boshlaymiz endi. Hop, no. Shuhrat vartaga turyapti. Sam bilan men kapitan bo'lamiz. Bo'ladi, ma'qul. Kimni tanlaysan? Xo'p, Samandar tanlayman, jigarim bu. Sindoshim. Samandar tanlaysan. Joy tushmaydigan aytaman. Jiyam bilansan? Bo'ldi, bo'lmasa Shahriyor bilan men bo'laman. Sen Nima chapdi? Shartlar qanaqa bo'lyapti? Hozir bahoda tushuntiramiz. Hozir Shuhrat tushuntirdi kameraga. Tutach bo'lyapti. Ugldan sani sheriging san ko'tarib beradi. Sen bitta to'xtatasan, ikkinchisi tepishing kerak. Hop. 3-4 ta kasani bo'lmaydi. Bo'ldi. Ikkinchisi искусственный угол. Bitta zashitning, bitta napadashi bo'ladi. Alsh tepaladi. Misol uchun ko'tarib beradi, men Shahriyor ko'tarib beraman, Shahriyor gol urish kerak. Sam yoki Samandar nuqta qo'yish kerak. Zashit qilishlaring kerak, baratani. Alishamiz. Tushundim. Bo'ldi, boshladik bo'lmasa. Bo'ldi. Yana qaytarib aytaman, biz professional emasmiz, maksimal harakat qilyapmiz. Ha. O. Ha, son. O. Yapıyor. Hop, молодец. Чётки. Bang. Шарт искусственный угловой. O, qaytarildi. Yelkakash. Zo'r. Давай, yeb tasha. Молодец. Zo'r, Samandar. Voy, Saman yeb qo'yishing kerak edi. Sizlar komandasi yutyapti. Endi 3-shart o'tamiz. Yettini ham urib qo'yamiz. Easy. Xayrli kun aziz obunachilar. Xabaringlar bor, futbolda Shahriyor bilan biz yutdik. Shu sabab Qorasuv 6dagi do'konlardan bittasiga kirib, qarzdorlik daftarchasini ochib, rostakasim muhtoj insonlarni qarzlarini yopishga qaror qildik. Hozir bitta do'konga kirdik.
uni do'konni xo'jayini bilan gaplashdik, rozi bo'ldilar, faqat o'zlari videoga tushishdan bosh tortdilar. Shu sabab shu Qorasuv 6 da ko'pchilik biladigan Rustam aka degan blogerimiz bor, Qorasuvda bilasizlar. Ibratli videolarni ko'p oladilar. O'sha akadan iltimos qildik, o'zlarini guvohliklarida hozir o'sha do'konga kirib, qarzdorlik daftarchasini ochib, o'sha rostakasi muhtoj insonlarni imkon qadar qo'limizdan kelguncha yopishga harakat qilamiz. Ketdi do'kon kiramiz. Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Chorlash yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, mikrofon taqib olsangiz. Qanaqasi charchamayapsizmi? Sizni ham bezovta qildik. Ayyo, bezovtasi bormi? O'zingiz ham Qorasuvdansiz aka. Biz ham Qorasuvli bolalar degan proyekt ochdik. Ko'p kuzatib boraman, ancha kuzatib. Imkon qadar harakat qilamiz yaxshilik qilishga. Endi bu maqtanish emas-ku, endi imkon qadar harakat qilamiz. Shunaqa insonlar ko'payishi uchun aka. Bu do'konni egasi bilan tanishgansiz aka. Shunga do'konni egalari xabaringiz bor, men tushmaydi dedilar. Shunga aka endi o'zingizni guvohligingizda deydimi, nima deydi, o'zingizni yordamingiz bilan shu qarzdorlik daftarchasini ochib, imkon qadar qo'limizdan kelguncha yopib ketishga harakat qilamiz. Men ham kirdim do'konga, so'radim Komol aka degan insondan. Komol aka mana shu haqdor, haqiqiy haqdorlarni menga ko'rsatsangiz, shu qarzdorlarni yopadigan, Ahror degan ukamiz bor. O'shalar yopib ketadilar deb iltimos qildim. Menga haqiqatni ko'rsatdilar. Keling, marhamat ko'ramiz. O'zidamiz. Tak, mana bu yerda hozir haqiqiy haqdor odamlar bu yerda opamiz bor ekanlar. Ismlarini aytib o'tmaymiz, xafa bo'lmaysizlar. Bu yoqda ham bor mana. Shularni haqiqiy ancha munchasi yopilgan. Bu yerda sizlarga o'xshagan saxiy insonlar bor. Sizlardagi saxiy insonlar ko'paysin. Mana Komol akam o'zlari ancha muncha yopib ketishdi. Saxiy insonlarimiz ko'p yopib, mana yaqin atrofda qarz bo'lgan haqiqiy haqdor odamlar. O'shalarnikini yopib bersanglar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bo'ldi, aka, bo'lmasa summasini ham aytmaymiz. Summasini ham o'zimiz hisoblab. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin, shunaqa insonlar ko'paysin, tanijonligi sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shu proyektni boshlagan Ahror ukamizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarga kattakon rahmat kuzatib borayotganingiz uchun. Ahror ukamizni kuzatishda davom eting. Bundan ham yaxshi zo'r anaqalarni qo'yib boradilar, xudo xolasa. Mana shunaqa saxiy insonlarimiz ko'paysin. Rahmat aka. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, katta sog' bo'ling. Mana sizning omonatingiz. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshilab ko'rishaylik. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Qorasuvli bolalar. Tez